Bunaqasi bo'lmagan kanalning qadrli a'zolari, bugungi obzorimizda konditer sexlari, oshxona, somsaxona, shunga o'xshagan xamirlar bilan ishlovchi aka-uka, opa-singillarimizga turli xildagi xamir mishalkalarimiz va undan tashqari konditerlar uchun mo'ljallangan 3 ta nasatkali mikserlarimizni narx-navolari, xarakteristikasi haqida gaplashamiz. Video davomida apparatlarimiz qana tokda ishlaydi, qana sharoitda ishlaydi, qaysi apparat qana xamirga mo'ljallangan, ularning narxlari, kimlar sotib olish kerak, shular haqida gaplashamiz. Videoni boshlashdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Maksimal darajadagi shu sohadagi do'stlarga jo'natib qo'ysangiz, video ularga ham manfaatli bo'ladi. Birinchi o'rinda eng nozik xamirlar uchun mo'ljallangan mikserlarimiz, spiral mikserlarimiz. Bu mikserlarimiz hozirgi kunda bolshkani xamirini, kurasanni xamirini, somsani xamirini, lag'monni xamirini, chuchvarani xamirini, nonni xamirini qo'pol qilib aytganda hamma xamirlarni qilib berish qobiliyatiga ega bo'ladi. Bularimiz mexanizmni to'liq temir bilan tashkil topgan bo'ladi. Charx bilan shesterlarni ushlab turadigan andaqani reduktorda ushlab turadigan mexanizm bo'lsa, sepli bo'ladi. Ya'ni bularga remen ham ishlamagan, undan tashqari shesterni ham bo'lmagan. Sepli modellar hisoblanadi. Bizda hozirgi kunda 20 litr, 30 litr, 40 litr, 50 litr, 60 litrgacha bo'lgan modellar mavjud. 20 litrlik 8 kilo xamir qilib beradi, 30 litrlik 12 kilo xamir qilib beradi, 40 litrlik 16 kilo, 50 litrlik 20 va eng katta 60 litrlik bo'lsa 25 kilo xamir qilib beradi. Bularni birin-ketin sizlarga tanishtirib o'tamiz. Misol uchun 20 litrlik 2 xil 3 xili bor. 30 litrlik xuddi shunaqa. Shunisida farq qilib qolishi mumkin. Sifatida ham ozgina qatidadir farq qilishi mumkin. Ya'ni misol uchun ba'zi biriga esa no name, nomi yo'q kompaniya, ba'zi biriga esa bunga o'xshagan, misol uchun nomi bor kompaniyalar bo'ladi. Biz bo'lmasa birin-ketin tanishtirib o'tamiz. Hozir birinchi o'rinda bitta ko'rsating. Mana shu mikserimiz, bu 30 litrlik 12 kilo xamir uchun mo'ljallangan 1,5 kilovat motor bilan jihozlangan 220 tokda ishlovchi mikserimiz. Ko'rib turibsizlar. Bu mikserimizni 6 oy garantiya qilib beramiz. Xudo xolasa Heng Yue degan firmaniki, Xitoyda, xudo xolasa o'ziga yarasha qanaqadir o'rni bor firmaniki. Buni bitta starti bo'ladi va ekstreniy stopi bo'ladi. Misol uchun startda yoqdingiz, ekstreniy stopda qanaqadir holatda to'xtatdingiz. Xudo xolasa ishlarni bitta ko'rsating, to'liq nержавейка bilan ishlov berilgan. Bu mikserimizni hozirgi kunda narxi $570 qilib beramiz. Mahsulotlarimiz dollarda aytiladi, aloqaga chiqsalar ham so'mdan narxlarini kelishtirib beramiz. $570 chiqadi. Xudo xolasa O'zbekiston bo'yicha dostavka xizmati mavjud. Kelishilgan holatda. Farg'ona shahar ichi bo'ylab bepul, sabab do'konimiz Farg'ona shaharda. Boshqa misol uchun Andijon, Namangan, Qoraqalpog'iston, Surxondaryo, Qashqadaryo, Toshkent bu joyga dostavka xizmati bor, kelishilgan holatda. $570 tan narxi, yana ham o'tib beradigan xonalari bo'ladi. Aloqaga chiqasizlar o'sha cheklangan nomerlarga, xudo xolasa kelishib, dostavkalarni chiroyli qilib beramiz. Endi xuddi shuni yana bir xil sherigi, ya'ni bunda rejimlari bor. Например, oladigan bo'lsak, slow, sekin rejimi qattiqroq xamirlar uchun mo'ljallangan, fast rejimi yumshoqroq xamirlar uchun mo'ljallangan. Bu point, ya'ni nazat funksiyasi ham bor. Undan tashqari bunga timer qo'yib qo'ysa ham bo'laveradi. Ekstreniy stoplari ham bo'ladi bunda. Xo'p, buni ham xarakteristikasi xuddi shunaqa, 30 litrlik bo'ladi. 30 litrlik qozonga 12 kilo xamir qiladi. 1,5 kilovatlik 220 tokda ishlovchi motor. Ya'ni shunday bor razvedka qilib ishlataverasiz. 6 oy garantiyasidan hozirgi kunda narxi $585 qilib beramiz. Endi shularga yana bir xil konkurent, xuddi mana shunaqa funksiyalari bor, yana bir xil mikserimiz. Bu faqat 40 litrlik bo'ladi. HS40 modelimiz. Bu 220 tokda ishlaydi. 1.8 kilovatlik motor bilan jihozlangan, 220 tokda ishlab, 6 oy garantiyasi bilan hozirgi kunda narxi $680 qilib beramiz. Xudo xolasa. Endi mana eng baholasa sifat bo'yicha yuqori darajadagi mikserlarimizga keldik. Ya'ni misol uchun plasmas bo'ladi, buniki temir, to'liq 99% detali temir bilan ishlov berilgan bo'ladi. Ya'ni buni anaqa misol uchun detskiy rejim ham deb qo'yishadi. Ochsa stop rejimlari ham bo'ladi. Ya'ni mana knopka bosilmaguncha ishlamaydi. Timerlari sensorli bo'ladi, ekstreniy stoplari bo'ladi. Faqat bunda nazat funksiyasi yo'q. Shunisi bilan ajralib turadi. Misol uchun mana shu 20 litrligi hozirgi kunda 1,5 kilovatli motor bilan jihozlangan bo'ladi. 220 tok ishlaydi, 8 kilo xamirlarni qilib beradi. Narxiga keladigan bo'lsa $490. Endi xuddi shuni akasi manularda razmeri bilan bir xil 12 kilo xamir qilib berib, 30 litr
qozonga egasi 1,5 kilovatli motor bilan 220 tok ishlaydi. 6 oy garantiyasi bilan narxini $580 qilib beramiz. Endi xuddi shularda akalari hisoblangan 40 litrli, 50 litrli, 60 litrlilarimiz mana shu 60 litrli bo'ladi. Bizda undan tashqari 40 litr, 50 litrlilar ham bor. 40 litrli 16 kilo xamir qilib bersa, 2 kilovatli motor bilan jihozlangan narxini $730 qilib beramiz. 50 litrligi 2 kilovatli motor bilan jihozlangan uni narxini bo'lsa Xudo xolasa $8,000 qilib beramiz. Endi mana shu 60 litrligi funksionalligi bular bilan bir xil. Bularda funksiya bunda ham bor. 3 kilovatli 220 tok ishlovchi mis motori bilan jihozlangan 6 oy garantiyasi bilan hozirgi kundagi narxi $1,100 qilib beramiz. Xuddi mana shu mahsulotimiz. Yana aloqaga chiqasizlar, yana ozgina kelishadigan xonasi bo'ladi. Endi shu mikserlar ichida sifati bo'yicha ham, funksionalligi bo'yicha ham, chiroy bo'yicha ham, baquvvatlik bo'yicha ham xudo xolasa birinchi o'rinda turadigani, buniki to'g'ri plasmas, lekin funksionalligi kerak bo'lsa, hammasinikini bitta qilsa ham bu bilan bir xil bo'lib chiqmaydi. 40 litrli bo'ladi, 2 kilovatli mis obmotkali motor bilan jihozlangan, 6 oy garantiyasi bilan hozirgi kunda narxi $770 qilib beramiz. Buni ham aloqa chiqsa ham, buni ham kelishadigan xonalari bo'ladi. Bular tanishtirib o'tgan mahsulotlarimiz 220 da hammasi ishlaydi. 6 oydan garantiya qilib beramiz. Bular asosan qattiqroq xamirlar uchun, yumshoqroq xamirlar uchun, ikkosini birdaniga ishlataman degan aka-uka opa-singillarimiz uchun zo'r qo'l keladigan mahsulotimiz. Xudo xolasa, bularga aloqa chiqarasizlar. Bundan keyingi mahsulotlarimiz albatta 3 ta nasatkali konditer sohasida ishlovchi opa-uka aka-singillarimiz uchun mo'ljallangan 3 ta nasatkali mikserlarimiz bo'ladi. Birinchi o'rinda 3 ta nasatka bilan jihozlangan 600 watt motorli B7 mikserlarimiz. B7 mikserlarimiz haqida ortiqcha ta'rif kerak emas. Buni olayotgan odam o'zi qanaqa mahsulot olayotganini biladi. 220 tok kuchlab hozirgi narxi $200 qilib beramiz. Undan tashqari bizda B7 dan tashqari B6, B8, B7 xudo xolasa eng oxirgi pokoleniyadagi mikserlar ham mavjud. Ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa buni sifati uyingizga olib bitta qo'yib bersangiz, chiroyini o'zi ham sizga tomosha qilib o'tiradigan mikserlardan bo'lib turadi. Bularning narxlarini xudo xolasa aloqaga chiqsalar, chiroyli qilib tushuntirib beramiz. 6 litrli, 8 litrli B7 Pro va 5 litrli bo'ladi. Endi bizda bundan tashqari 10 litrli mikserlarimiz, 15 litrli, 20, 25, 30 litrli mikserlarimiz bor. Bularning narx-navolarga keladigan bo'lsak, aloqaga chiqasizlar. Bularning narxi ko'p o'zgaradigan ligini hisobiga men sizlarga hozir narxlarni ayta olmayman. O'sha kuni oladigan kuningiz telefon qilsiz, misol uchun B10 da narxi necha pul bo'lyapti? Mencha bo'lyapti. Kelishtirib berasizmi? Kelishtirib beraman. Mencha qilib beraman. Xuddi shuni ochiqchasi bozordaqa kelishib qilib beramiz. Xudo xolasa O'zbekistonda eng arzon narxlarda inshaalloh qo'limizdan kelgancha harakat qilib, eng arzon narxlarda kelishtirib qilib beramiz. Endi 50 litr va 60 litrlilarimiz undan tashqari bizda mavjud. 380 tok ishlaydigan mikserlarimiz bo'ladi. 3 kilovatli motor bilan jihozlangan. 60 litrlikni qo'shimchasiga qozonni yetalab yurish uchun aravachasi bor. 50 litrlikda primoy qozon. Hop, bular 3 ta skorsda bo'ladi, 3 ta nasatkada bo'ladi, ekstreniy stoplari bo'ladi, oldida zashitalari ikkosida ham bo'ladi. Xudo xolasa zavodlari Astar zavodniki 6 oy garantiyalari bilan qilib beramiz. Motorlari mis bo'ladi, mexanizmlari remenli bo'ladi, reduktor bilan mexanizmni bog'lab turadigan remen bo'ladi, u kuyib qoladigan archilib ketadigan bo'lsa, umri qisqaradigan bo'lsa, bemalol alishtirib yangilab ishlataverasiz. Xo'p, bularning narxlari keladigan bo'lsa, $1000 ga $1200 qilib beramiz. Bulardan kelishadigan xonalar bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqib, bularni ham zakaz qilishlari mumkin. Bu men sizlarga sanab bergan mahsulotlarimiz asosan biskvit bilan ishlovchi aka-singillarimiz uchun 4 ga olinadigan bo'lsa, bemalol olib ishlatib, barakasini topadigan mikserlarimiz bo'ladi. Xudo xolasa bularga ham aloqaga chiqinglar, zo'r narxlarda qilib beramiz. Undan keyingi mishalkalarimiz asosan mana misol uchun ko'rib turibsizlar, keyin assortimentda bu mikserlarimiz bor. Asosan non vaxonalari uchun, bo'lka non sexlari uchun mo'ljallangan Turkiyaning Chag'dash va Nevnova brendiga tegishli qattiq yumshoq xamirlar uchun mo'ljallangan mishalkalarimizga bo'ladi. Turkiyaning mishalkalari, ya'ni mana bu mishalkalarimiz. Videoda ko'rishda davom etinglar. Biz bo'lmasa bularga obzorni boshladik. Birinchi o'rinda 50 kilo xamir uchun mo'ljallangan 220 tok ishlovchi mana shu Turkiyaning Nevnova brendining mishalkasi bo'ladi. Motorlari 1.1 kilovatli bo'ladi, 1.5 kilovatli bo'ladi, 220 ishlaydi, 380 ishlaydigani bor. Xuddi shuni yana bir xil sherigi Chag'dash brendlari ham bo'ladi. Mana shu ekranlarning rasmlari chiqib turibdi. Narxlari bir xil, standartni $790 dan qilib beramiz. 35 kiloli Nevnova Chag'dashlarda bo'lsa $640 dan qilib beramiz. 25 kilolilarni $590 dan, 15 kilolilarni $500 dan, 10 kilolilarni
450 dollardan qilib beramiz. Bular xudo xolasa narxlari standartni chiqadi. Buni ham aloqaga chiqsalar, yana ham kelishadigan xonalarni bo'lsa qilib beramiz, lekin o'sha kungi kursga qarab turib, o'sha kungi hisob-kitobga qarab turib, o't bera olmaydigan xonasi bo'lsa, o't bera olmasligimiz mumkin. Endi somsani xamiri, lag'monni xamiri, chuchvarani xamiri, shunga o'xshagan qattiq xamirlarni qilaman degan tomoshabinlarimizga biz eng legendarniy hozirgi kunda chempion bo'lib turgan sondiq modeldagi xudo xolasa 10 xildan ortiq turi bor mishalkalarimizni tanishtirib o'tamiz. Bu mishalkalarimiz odatda bizda 7,5 kilo, 15 kilo, 25 kilo, 35 kilo, 50 kilo, 100 kilo, 120 kilogacha bo'lgan turlari mavjud bo'ladi. Ya'ni bu mahsulotlarimizni sotib olasizlar, sizlar bemalol somsani ham xamirini qilasizlar, lamonni ham xamirini qilasizlar, bo'lkan nonni ham xamirini qilasizlar, novvoy nonni ham xamirini qilasizlar, chuchvarani ham xamirini qilasizlar. Как universal xamir bo'ladi. Faqat bu o'sha kaprizni bo'lgan bo'lkan nimani, bo'yishka bilan kurasanni xamirini qilib bera olmasligi mumkin. Bizda hozirgi kunda eng xatovoy modellardan bittasi 15 kilolik modellarimiz ichki mexanizmlari to'liqligicha nirjaveka bo'ladi, shestrnyali bo'ladi, bir tomoni motorli bo'ladi. Xudo xolasa bular 220 tokda ishlaydi, o'ngga chapga aylantiradi, 1,5 kilovatli misabmotkali xamir bilan, misabmotkali motor bilan jihozlangan bo'ladi. Tortsalar, bemalol xamirlarni to'kib olsalar bo'laveradi. Xudo xolasa funksionalligi ko'p, olib maza qilib ishlatadigan model. Endi xuddi shuni sal kачествоsi pastroq, lekin motori kattaroq modellari ham mavjud. Ishlarni ham bitta ko'rsating. Kачествоsi nimasi past desalar, sal materiali yupqaroq bo'ladi bunikiga nisbatan. Lekin motorlar 2 kilovatli bo'lsa, buniki 1,5 kilovatli bo'ladi. Narxi bir xil, standartni 350 dollardan ikkitasidan sotib olishlaring mumkin. Endi xuddi shuni sifati balandroq modellari bizda mavjud. Ya'ni mana bu 15 kilolikni sotib olasizlar, bu bilan birgalikda korpusi o'ralgan mahsulot sotib olgan bo'lasizlar. Motorlari 2 kilovatli bo'ladi, ekstremis toplari mavjud, xamirlarni to'kib beradi, o'ngga chapga aylantiradi. Xudo xolasa mexanizmlar buniki bilan bir xil, ya'ni motordan keyin remen orqali shestrnaga o'tkazib, shestrnadan bu mexanizmga o'tib turib, bu mexanizmni qozonda aylantirib beruvchi mana bu charxpalayt bilan o'rtasini temir shestrna bog'lab turadi. 220 tok ishlaydi, hozirgi kunda narxi 400 dollar qilib beramiz. Hammasi xudo xolasa 6 oydan garantiyalar bilan. Endi xuddi shuni yana bir xil modeli bor, buni 650 dollar qilib beramiz. Buni aloqaga chiqasiz, to'liq informatsiyasini beramiz. Endi 25 kilolik modellarimizdan hozirgi kunda bizda bir xili mavjud. 25 kilo xamir uchun mo'ljallangan 2 kilovatli 220 tokda ishlovchi misabmotkali motor, korpusi o'ralgan bo'ladi. Xudo xolasa buni ham funksionalligi bularki bilan bir xil, ya'ni xamirni to'kib beradi, o'ngga chapga aylantiradi, eksternal stop bor, maza qilib olib ishlatadigan model. Narxini 550 dollar qilib beramiz. Yana ham kelishadigan xonalar bo'ladi. Endi bizda 2 xil turdagi 50 kilo aytiladi, lekin o'z aslida 35 kilo bo'lgan mishalkalarimiz bor. Birinchi turi 220 tokda ishlab turib, korpus o'ralmagan funksionalligi bor, lekin bu bilan sig'imi ham bir xil, motori ham bir xil, funksionalligi ham. Ya'ni misol uchun xamirni o'ngga aylantirish, chapga aylantirishi ham bir xil, xamir to'kib berishi ham bir xil. Faqat farqi buni korpusi chiroyli qilib o'rab berilgan va ekstremis stop qo'yilgan, buniki o'ralmagan. Shunisida farqi bor. Lekin bu hammasi 380 tok ishlasa, buni hammasi 220 tok ishlaydi. Aloqaga chiqasizlar, o'sha kuni 220 san 380 ham o'rnal ishib qolgan bo'lishi mumkin. Xudo xolasa, misol uchun, mana 220 turi bor, hozir bizda tugab qoldi. Hozirda 380 turi bor, xolos. Ya'ni misol uchun, mana uni 380 turi bor, hozirda 220 turi qoldi, xolos. Xudo xolasa bu video qo'yilguncha keladi, inshaalloh aloqaga chiqarasizlar. Narxlari 220 dan 380 ekan, bir xil bo'ladi. Ya'ni buni 750 dollar qilib beraman, buni 850 dollar qilib beraman. 100 dollar o'sha ko'rib so'ralgani hisobiga narx o'ynab qolishi mumkin, lekin sifatlari, ishlatilgan materiallari, funksionalligi hamma yo'g'i bir xil, absolyutni bir xil bo'ladi. Endi 50 kilo bir qop uchun mo'ljallangan, qattiq xamirlar uchun mo'ljallangan mishalkamiz ko'rib turibsizlar. Bularni motorni aytib ketmayapman, 3 kilovatli motor bo'ladi. 3 kilovatli. Xo'p, bu mahsulotimiz 380 tok ishlaydi, 50 kilo bir qop un ketaveradi, bir qop solib, bemalol ishlab olsa ham bo'laveradi. O'ngga chapga aylantiradi, xamirlarni to'kib beradi. 3,5 kilovatli 380 tok ishlaydi uchun misabmotkali motor bilan jihozlangan 6 oy garantiyasi bilan hozirgi kunda tekis 950 dollar qilib beramiz. Endi 1,5 qop un uchun mo'ljallanganichi deydigan aka-uka opa-singillarimizga 1,5 qop un uchun mo'ljallanganlari ham bizda mavjud. 4 kilovatli misabmotkali motor bilan jihozlangan, xamirni to'kib beradi, o'ngga chapga aylantiradi, 380 tok ishlaydi. Ichini bitta ko'rsatib yuboring buni. Xullas, buni temirini ushlashda o'zi ham bitta muammo. Har qanaqa qattiq xamiringizni qilib beradi. Absolyutni garantiya beraman men sizga. 6 oy garantiyasi bilan hozirgi kunda narxi 1150 dollar qilib beramiz.
Bu mishalkalarimiz, mikserlarimizga xudo xolasa aloqaga chiqasizlar. 3 oydan 6 oygacha garantiyalari bilan qilib beramiz. Garantiyalari servis asosida bo'ladi. Ya'ni joyingizga borib turib qilinadigan bo'lsa, ustani xizmatini berasiz. Yo'l kirasini bordik edi, borib turib zapchaslariga usta xizmatiga o'zimiz beramiz. Yo bo'lmasa joyimizga olib kelasiz, servisimizga, do'konimiz o'zida servisimiz, do'konimizga olib kelasiz. Shu yerda hammasini xudo xolasa ustamiz hal qilib beradi. Manzilimiz Farg'ona shahar, O'zbekiston barcha hududiga dostavkalarimiz bor. Undan tashqari bizda oshxona uchun, har xil konditorlar uchun, shunga o'xshagan fast food xonalar uchun, misol uchun har qanaqa joylar uchun mahsulotlarimiz bor. Manzilimiz aytib o'tilgandek Farg'ona shahar, O'zbekiston barcha hududiga dostavkalarimiz bor. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Maksimal darajadagi shu sohadagi do'stlarga jo'natib qo'ysalar, ularga ham video manfaatli bo'ladi.